Siz amlodipin ichasizmi? Demak, ushbu videoni saqlab qo'ying. Amlodipin qon bosim kasalligini davolashda eng ko'p ishlatiladigan samarali dorilardan biri hisoblanadi. Ushbu dori qon tomirlarini yumshatishligi, qon tomirlarini kengaytirishligining hisobiga qon bosimni kun davomida bir me'yorda yurishligi va tushishiga yordam beradi. Amlodipin dorisi uzoq vaqt ta'sir qilganligi uchun odatda kun davomida bir mahal qo'llaniladi. Ushbu dori bundan tashqari stenokardiya kasalligini davolashda ham ishlatiladi. Ba'zi amlodipin ichadigan bemorlarda ushbu dori oyoqlarda shishlarni chaqirishligi mumkin. Bunday vaqtlarda dorini to'satdan to'xtatmasdan shifokor bilan maslahatlashgan holda ish qilish kerak. Chunki dorining dozasini kamaytirish bilan ham shishlarni yo'qotishlikka erishish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari amlodipin dorisi nafaqat bir o'zi, balki boshqa dorilar bilan qo'shilgan kombinatsiya holatda ham qo'llaniladi. Bunday holatlarda dorini samaradorligi yana ham ortadi. Video izohlarida yozib qoldiring, sizda ham ushbu dorini ichganda shishlar paydo bo'lganmi oyoqlarda?